Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz inson resurslarini boshqarish, xodimlar ish faoliyatini baholash usullari. Rejalarimiz: birinchi reja tashkilotlarda inson resurslari bilan ishlash. Ikkinchi rejamiz inson resurslarini boshqarishning huquqiy asoslari. Uchinchi rejamiz firmaning inson resurslariga bo'lgan ehtiyojini aniqlash. To'rtinchi rejamiz xodimlarni ishga jalb etish manbalari. Demak, birinchi rejamizga to'xtalamiz. Hozirgi zamon menejerlarini asosiy vazifalaridan biri yaxshi kadrlarni izlab topish, ularni ushlab turish hisoblanadi. Tashkilotning xodimlari har bir tashkilotning raqobat ustunligini bosh manbai hisoblanadi. Chunki kompaniya ishining natijalari ularga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Inson resurslari bo'yicha menejerlar esa ushbu manbani to'ldirib turishi va rivojlantirishida muhim rol o'ynaydi. Inson resurslarini boshqarish deganda nimani tushunamiz? Inson resurslarini boshqarish tashkilotning maqsadlariga erishish uchun odamlarning qobiliyatlaridan samarali va unumli foydalanishni ta'minlaydigan rasmiy tizimlarni ishlab chiqish va qo'llashdir. Menejerlar kerakli kadrlarni izlab topishi, ularni eng samarali holda mehnat qilishlari mumkin bo'lgan pozitsiyalarga qo'yishlari hamda ular kompaniyaning muvaffaqiyatiga qo'shadigan hissasini oshirib borishlari uchun ularning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish kerak. Ta'kidlash joizki, mamlakatimiz iqtisodiyotini isloh qilish va diversifikatsiyalash, faol investitsiya siyosati yuritish hisobiga yetakchi tarmoqlarni modernizatsiyalash va texnologik jihatdan qayta jihozlash, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirishni rag'batlantirish asosida har yili minglab yangi ish o'rinlari yaratilmoqda. Bu o'z navbatida o'ta dolzarb muammo hisoblangan aholi, avvalambor yoshlar bandligini ta'minlash imkonini bermoqda. Endi inson resurslarini boshqarishni asosiy maqsadlariga to'xtalamiz. Ya'ni birinchi bunda biz samarali ishchi kuchini jalb qilish masalasiga e'tibor beramiz. Bu nima degani? Bu korxonaga eng mos, malakali, ishga motivatsiyaga ega xodimlarni topish va yollashdir. Masalan, dasturchi lavozimi uchun yuqori malakali mutaxassisni tanlab olishimiz mumkin. Yoki ish e'lonlarini to'g'ri berilishi natijasida 100 ta rezyumedan eng yaxshisini 5 tasini intervyuga chaqirishimiz mumkin. Yoki HR bo'limini universitetlar bilan hamkorligini amalga oshirib, iste'dodli yoshlarni jalb qilishimiz ham mumkin. Ikkinchi, ishchi kuchini salohiyatini rivojlantirish. Bu nima degani? Bunda xodimlarni bilim, ko'nikma va malakalarini oshirish orqali ularning ish samaradorligini ko'tarish tushuniladi. Masalan, sotuvchilar uchun muloqot va muzokara bo'yicha treninglar o'tkazishimiz mumkin. Muhandislar uchun yangi texnologiya bilan ishlash bo'yicha malaka oshirishni tashkil qilish mumkin. Yoki yangi xodimlarga mentor biriktirib, tezroq o'rganishiga yordam berishimiz mumkin. Yoki ichki imtihonlar va attestatsiya orqali xodim malakasini doimiy rivojlantirib borishimizga katta e'tibor berishimiz kerak. Uchinchi, uzoq muddat davomida ishchi kuchini qo'llab-quvvatlash. Bunda nimani tushunamiz? Ya'ni xodimlarni ish joyiga qo'yish, ularni ish joyida muntazam qolishi, motivatsiyasi, sodiqligi yoki barqaror ish faoliyati bilan ta'minlashni tushunsak bo'ladi. Misol uchun, buni uchun nima qilishimiz kerak? Xodimlar uchun tibbiy sug'urta, ovqatlanish puli, transport kompensatsiyasi kabi imtiyozlarni berishimiz mumkin. Yoki yaxshi ish natijalarini mukofotlashimiz ham mumkin. Rag'batlantirish deymiz, bonuslar berish. Bundan tashqari mehnat sharoitlarini yaxshilashni ham tushunishimiz mumkin. Ya'ni qulay ish joyi, texnika, xavfsizlik kabi mehnat sharoitlarini yaratib berish. Yana misol qilishimiz mumkin, xodimlar bilan muntazam suhbat o'tkazib turish, ularni muammolarini hal qilish, yana korxonada karyera, ya'ni o'sish imkoniyatlarini yaratishni ham uzoq muddat davomida ishchi kuchini qo'llab-quvvatlashga kiritamiz. Inson resurslarini boshqarish tizimi quyidagi bosqichlardan iborat. Demak, bularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchisi inson resurslarini rejalashtirish.
Ya'ni bunda birinchi bosqichimiz hisoblanadi. Xodimlar qancha xodim kerak va qaysi lavozimlarga ishlashi rejalashtiriladi. Misol uchun, korxona ishlab chiqarishni kengaytirish rejalari sababli 2026-yilda 40 ta yangi ishchi kerakligini aniqlaydi. Endi bo'lim boshlig'i 3 oy ichida 2 nafar muhandis pensiyaga chiqishini HR ga bildiradi. Yoki savdo bo'limi uchun mavsumiy ishchi kuchi rejalashtiriladi. Masalan, yilni 4 oyi bo'yicha 20 nafargacha rejalashtiradi deb, masalan, tasavvur qilamiz. Ikkinchi, personalni to'plash. Buni biz recruiting deb ham ataymiz. Ya'ni bunga misol qilib, nomzodlarni topish, chaqirish, e'lon berishni aytishimiz mumkin. Aytaylik, ishchi kuchi yetishmayotganligi sababli korxona Telegram yoki OLX vakansiyalari bo'limida e'lon joylashtirishi mumkin. Yoki universitet bilan kelishib 10 nafar amaliyotchi talabani jalb qilishi mumkin. Yana HR bo'limi ichki korxona xodimlariga email orqali vakansiya haqida xabar yuborishi ham mumkin. Uchinchi bosqichimiz bu tanlash, ya'ni nomzodlarni tanlab olish. Bunda intervyu, testlar, suhbatlarni o'tkazishni aytib o'tamiz. Masalan, nomzodlar uchun kasbiy test o'tkazilishi mumkin. Aytaylik, dasturchilar uchun kod yozish testini misol qilishimiz mumkin. Ikkinchi bosqichda endi rahbar bilan yuzma-yuz intervyu o'tkaziladi. Hamda HR bo'limi ish tajribasi haqida tavsiyanomani so'rab tekshirib oladi. To'rtinchi bosqichimiz ish haqi va imtiyozlarni aniqlash. Ya'ni yangi qabul qilinayotgan xodim uchun masalan oylikni o'rtacha 5.500.000 so'm qilib belgilashimiz mumkin. Yoki qo'shimcha nimalar berish mumkin? Korxona xodimlariga tibbiy sug'urta, ovqatlanish puli, yo'l xarajatlari kabi imtiyozlarni berishimiz ham mumkin. Yana bo'lishi mumkin, smenada ishlaydiganlar uchun 1-2 barobar koeffitsient joriy qilishimiz ham demak ish haqi va imtiyozlarni aniqlash bosqichida amalga oshiriladi. Beshinchi bosqichimiz kasbga yo'naltirish va moslashuv. Buni biz odatda adaptatsiya deb ham ataymiz. Masalan, yangi xodimga bir hafta davomida korxonadagi qoidalar, xavfsizlik, vazifalar bo'yicha yo'riqnoma beriladi. Endi unga tajribali xodimni mentor sifatida biriktirib qo'yishimiz ham mumkin. Hamda birinchi oy yakunida yangi xodimni moslashuvi bo'yicha baholash varaqasi to'ldiriladi. Endi 6-chi bosqichda nimalar qilinadi? O'qitish va rivojlantirish. Bunda barcha xodimlar uchun masalan qilishimiz mumkin, yiliga bir marta texnika xavfsizligi treyning o'tkazishimiz mumkin. Yoki sotuv bo'limi xodimlari uchun muloqot va savdo psixologiyasi bo'yicha kurslarni tashkil qilib berishimiz mumkin. Dasturchilar uchun esa yangi texnologiyalar bo'yicha onlayn kurslarni moliyalashtirib bersak, bu xodimlarni o'qitish va rivojlantirish bosqichiga misol bo'ladi. 7-chi bosqichimiz mehnat faoliyatini baholash. Bizga ma'lumki, xodimni ishini muntazam baholab turishimiz zarur bo'ladi. Masalan, buni qanday amalga oshiramiz? Har chorakda bo'lim boshlig'i xodimni ish samaradorligi bo'yicha KPI ni baholashi mumkin. Xodimlarni mijozlar bilan ishlash sifati bo'yicha masalan maksimal 10 ballik sistemada baholashimiz ham mumkin. Yoki ish sur'ati past bo'lgan xodim bilan HR rivojlantirish rejasini ham tuzishi mumkin. Endi 8-chi bosqichimiz o'stirish, pasaytirish, o'tkazish yoki bo'shatish deb nomlanyapti. Bunga misollar keltiramiz. Aytaylik, 3 yil muvaffaqiyatli ishlagan xodimni katta mutaxassis lavozimiga ko'tarishimiz mumkin. Aksincha, intizomni buzgan xodimni past lavozimga tushirishimiz mumkin. Yoki ish ko'lami oshganda xodimni boshqa filialga yuborishimiz ham mumkin. Yana misol qilishimiz mumkin, korxonada qisqartirish sababli 10 nafar xodim bilan mehnat shartnomasini bekor qilishimiz mumkin. Bu demak 8-chi bosqichga misol bo'ladi. Endi oxirgi bosqichimiz eng muhim bosqichlardan biri hisoblanadi, ya'ni bu rahbar kadrlarni tayyorlash. Ya'ni umuman aytganda kelajak rahbarlarni yetishtirish deb atasak ham bo'ladi. Bunga misol qilib olishimiz mumkin. Xodimlar ichidan iqtidorli xodimlarni tanlab olib, kelajak rahbarlari dasturida masalan
tanlab olishimiz mumkin hamda ular uchun turli xil treninglar, masalan, liderlik treningi, strategik fikrlash kursi yoki moliyaviy savodxonlik darslarini tashkil qilib berishimiz mumkin. Hamda yana qilishimiz mumkin, perspektiv xodimni 6 oy davomida bo'lim boshlig'i o'rnini vaqtincha boshqarib ko'rishi, ya'ni buni stajirovka deb atasak ham bo'ladi. Xuddi shu orqali biz rahbar xodimlarni tayyorlash bosqichini olib boramiz. Endi rossiyalik olim Evenko tomonidan ishlab chiqilgan, demak, ishlab chiqarish sohasida insonning roli kuzatiladigan 4 ta konsepsiya bilan tanishib olamiz. Ya'ni bularni bir-biridan farqlaymiz, qanaqa farqlari bor. Demak, birinchi konsepsiyamiz, ya'ni mehnat resurslari konsepsiyasi deb ataladi. Ya'ni bunda insonga faqat ishchi kuchi sifatida qaraladi. Asosiy davri, demak, 19-asr hisoblanadi. Endi boshqaruv usuli bu yerda qattiq nazorat, vaqt, hajm o'lchovi sifatida ko'riladi. Ikkinchi, demak, nazariyamizning nomi personalni boshqarish deb ataladi. Ya'ni bunda endi inson vazifa bajaruvchi sifatida ko'riladi. Asosiy bu nazariyani davri 20-asrning 30-yillari hisoblanadi. Endi bunda boshqaruv usullari ma'muriy boshqaruv yoki buyruqbozlik usuli deb ham ataymiz. Bunda tamoyillar, usullar, vakolatlar, funksiyalar orqali inson resurslari demak boshqariladi. Uchinchi konsepsiyamiz inson resurslarini boshqarish deb ataladi. Endi bunda insonga qadrli resurs sifatida qaraladi. Asosan bu konsepsiyamiz 20-asrning 80-90-yillarida o'zini ifodasini topgan. Endi bunda boshqaruv usullari sifatida motivatsiya hamda ijtimoiy himoya usullaridan foydalanilgan. Hamda to'rtinchi konsepsiyamiz insonni boshqarish deb ataladi. Ya'ni endi biz insonga resurs sifatida qaramaymiz. Asosan bu 21-asrdagi konsepsiya hisoblanadi. Endi boshqaruv usullariga keladigan bo'lsak, demak, ijodiy muhitni yaratib berish, ishonchlik muhitini yaratish yoki ishchilarga, xodimlarga erkinlik berish kabi usullar orqali inson resurslari demak boshqariladi. Endi ikkinchi asosiy rejamizga o'tamiz. Inson resurslarini boshqarishning demak huquqiy asoslari. Bunda nimalarni ko'rib chiqamiz? Umuman barcha fuqarolar mehnat huquqlariga ega bo'lish va ulardan foydalanishda teng imkoniyatlarga ega. Ya'ni jinsi, yoshi, irqi, millati, tili, ijtimoiy kelib chiqishi, mulkiy holati va mansab mavqei, dinga bo'lgan munosabati, e'tiqodi, jamoat birlashmalariga mansubligi, shuningdek xodimlarning ishchanlik qobiliyatlariga va ular mehnatining natijalariga aloqador bo'lmagan boshqa jihatlariga qarab mehnatga oid munosabatlar sohasida har qanday cheklashlarga yoki imtiyoz belgilashga yo'l qo'yilmaydi va bular kamsitish deb hisoblanadi. Demak, barcha fuqarolar mehnat huquqlariga ega bo'lish va ulardan foydalanishda teng imkoniyatlarga egadir. Endi quyidagi tamoyillarga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni birinchi, har bir shaxsning mehnat huquqlarini himoya qilish kafolatlanadi. Bu himoya mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya qilishni tekshiruvchi va nazorat qiluvchi organlar, shuningdek mehnat nizolarini ko'ruvchi organlar tomonidan amalga oshiriladi. Bu nima degani? Masalan, bir ishchi oyligini vaqtida olmagani uchun bandlik inspeksiyasiga shikoyat qildi. Endi inspektor korxonaga kelib tekshiruv o'tkazadi va ish beruvchini jarimaga tortib, xodimga oyligini to'lab berishga majbur qiladi. Yoki ikkinchi holat, ish joyida texnika xavfsizligi buzilgan bo'lsa, Davlat mehnat inspeksiyasi bu holatni aniqlab, korxonaga ko'rsatma beradi. Ikkinchi, mehnat sohasida davlat boshqaruvini O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi va uning hududiy organlari amalga oshiradi. Bu nima degani? Masalan, vazirlik har yili aholi bandligini oshirish bo'yicha dastur ishlab chiqadi. Masalan, yoshlar bandligi, kasbga o'qitish loyihalari kabi xuddi shunday dasturlarni ishlab chiqadi.
Endi hududiy bo'limlar ish topa olmayotgan fuqarolarga ish yarmarkalarini tashkil qiladi, ularni malaka kurslariga yuboradi. Yana misol keltirishimiz mumkin. Ish beruvchilar yangi ish o'rinlari yaratganda vazirlik ularni ro'yxatdan o'tkazadi va monitoring olib boradi. Endi keyingisi davlat hokimiyati va boshqaruv organlari mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etishini tekshirishni qonunda belgilangan tartibda amalga oshiradilar. Bu nima degani? Masalan, mahalliy hokimlik qurilish obyektlarida ishlayotgan ishchilarga mehnat sharoitlari bo'yicha demak reyd o'tkazadi. Masalan, shartnoma, ish haqqi, xavfsizlik qoidalari bo'yicha demak bu yerdagi ishlarni reyd asosida olib boradi. Yoki misol qilishimiz mumkin, soliq qo'mitasi yashirin ishlayotgan demak xodimlar bo'lishi mumkin. Bularni aniqlaydi, ish beruvchiga mehnat shartnomasi tuzishni aytadi hamda bu mehnat shartnomasi tuzishni majburiy qilib belgilab beradi. Yoki yana misol keltirishimiz mumkin. Sanitariya epidemiologiya xizmati korxona gigiyena talablariga rioya qilmayotgan bo'lsa, bu paytda nima qiladi? Jarima soladi va kamchiliklarni bartaraf etishni demak shu korxonadan talab qiladi. Endi keyingi inson resurslarini boshqarishni demak huquqiy asoslariga to'xtalamiz. Buni biz ikkita asosiy qismga bo'lib o'rganamiz. Birinchisi xodimlarning asosiy mehnat huquqlari, ikkinchisi ish beruvchining huquqlari. Demak, bular nimalardan iborat ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi navbatda xodimlarning asosiy mehnat huquqlarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni birinchisi, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga muvofiq har bir shaxs mehnat qilish, erkin ish tanlash, haqqoniy mehnat shartlari asosida ishlash va qonunda belgilangan tartibda ishsizlikdan himoyalanish huquqiga ega. Masalan, aytamiz, bir ishchi ikki joydan ish taklifini oladi. Endi u maoshi va sharoiti yaxshirog'ini tanlaydi. Bu uni erkin tanlash huquqi hisoblanadi. Yoki zavodda xavfsizlik qoidasiga amal qilinmasa, xodim sharoitini yaxshilashni talab qilishi mumkin. Ikkinchi, har bir xodim o'z mehnati uchun qonun hujjatlarida mehnatga haq to'lash yagona tarif setkasining birinchi razryadi bo'yicha belgilanganidan oz bo'lmagan miqdorda haq olish huquqiga ega. Ya'ni aytadigan bo'lsak, o'quv markazida bir xil vazifani bajaradigan ikki o'qituvchi bor deb tasavvur qilamiz. Ularning maoshi bir xil bo'lishi kerak. Endi boshliq biriga pastroq haq bermoqchi bo'lsa, bu yerda demak bir xodimning huquqi buzilyapti. Endi bu deganimiz har bir xodim shu o'zini qilgan mehnati uchun shu yerdagi masalan korxonalarda birinchi razryaddan boshlanadigan bo'lsa, birinchi razryad, ikkinchi razryad shunaqa ko'tarilib ketadigan bo'lsa, masalan o'qituvchilarda toifa bilan yoki bo'lmasa universitetlarda stajyor o'qituvchi, katta o'qituvchi yoki dotsent kabi lavozimlar orqali haq olish huquqiga ega. Keyingisi muddatlari chegarasi belgilangan ish vaqtini o'rnatish, bir qator kasblar va ishlar uchun ish kunini qisqartirish, har haftalik dam olish kunlari, bayram kunlari, shuningdek haq to'lanadigan yillik ta'tillar berish orqali ta'minlanadigan dam olish huquqiga ega. Aytishimiz mumkin, zavod xodimi haftasiga 40 soatdan ortiq ishlasa, unda qo'shimcha to'lov berilishi shart. Chunki o'zi haftasiga normada ish soati 40 soatdan oshmasligi kerak. Buni oladigan bo'lsak, 5 kunlik demak ishlarda har kuniga 8 soatdan hisoblansa, 6 kunlik ishlarda demak 7 soatdan hisoblanadi. Yoki xodim yil oxirida 15 kunlik yoki 20 kunlik yillik mehnat ta'tiliga chiqishi mumkin. Masalan, bu o'qituvchilarda 56 kunni tashkil qiladi. Bularda ko'proq, ya'ni bu ularning huquqi hisoblanadi. Keyingisi kasbga tayyorlanish, qayta tayyorlash va malakasini oshirish huquqi deymiz qisqacha. Endi bunda maktab o'qituvchisi malaka oshirish kursiga yuboriladi yoki universitetlarda ham demak o'qituvchilarimiz, professor o'qituvchilarimiz malaka oshirish kursiga yuboriladi. Bu paytda uni maoshi saqlab qolinadi. Yoki aytishimiz mumkin, korxonada yangi texnikalar o'rnatilganda bu texnikalar bilan ishlashni o'rgatish uchun ishchilar bepul o'qitiladi.
Keyingisi endi sog'ligiga yoki mol-mulkiga zarar yetganda zararni qoplash huquqi. Ya'ni ish joyida masalan qo'li jarohatlangan bo'lishi mumkin. Biror joyi jarohatlangan paytida xodimga davolanish xarajatlarini korxona to'lab beradi. Yoki aytishimiz mumkin, skladdagi ishchi masalan smenada mashina bilan kelganida kirishda masalan nimadir buzilib, mashinasiga zarar yetdi. Ya'ni bu zarar ham korxona tomonidan qoplab beriladi. Endi keyingisi o'zining mehnat huquqlarini himoya qilish, shu jumladan sud orqali himoya qilish va malakali yuridik yordam olish, jamoalarga doir mehnat nizolarida o'z manfaatlarini quvvatlash huquqi. Ya'ni bunda hammamizga ma'lum, yuqorida ham aytib o'tdik, har bir demak xodim o'zini mehnat huquqlarini himoya qilishi mumkin. Ya'ni agar korxonani ichida bu narsa amalga oshmaydigan bo'lsa, hatto sud orqali himoya qilishi ham mumkin. Bunda malakali yuridik yordam olishi mumkin. U kasaba uyushmasiga murojaat qilib ham yuridik xizmat bo'yicha yordam so'rashi mumkin. Endi ayrimlari bu yerda qolib ketdi menimcha. Endi qariganda, mehnat qobiliyatini yo'qotganda, boquvchisidan mahrum bo'lganda va qonunda nazarda tutilgan boshqa hollarda ijtimoiy ta'minot olish huquqi. Ya'ni bu deganimizda masalan ishchi 60 yoshga yetganda demak davlat pensiyasi demak olish huquqiga ega. Bu yerda shu haqda gap ketyapti yoki ish joyida baxtsiz hodisa bo'lib vaqtincha ishlay olmay qolsa, unda vaqtincha mehnatga layoqatsizlik puli demak bu to'lab beriladi. Bu demak yuqorida ko'rib o'tganlarimizning hammasi e, xodimlarning asosiy mehnat huquqlari hisoblanadi. Endi ish beruvchining asosiy huquqlariga nimalar kiradi? Birinchi, korxonani boshqarish va o'z vakolatlari doirasida mustaqil qarorlar qabul qilish. Masalan, aytadigan bo'lsak, korxona direktori ishlab chiqarish hajmini oshirish uchun yangi texnika sotib olishga qaror qildi. Yoki yana misol keltirishimiz mumkin, maktab direktori o'qituvchilarni dars yuklamasi bo'yicha o'z vakolatidan kelib chiqib, demak, taqsimlashi mumkin. Ikkinchi, qonun hujjatlariga muvofiq yakka tartibdagi mehnat shartnomalarini tuzish va bekor qilish. Odatda ish beruvchi yangi xodim bilan 1 yillik mehnat shartnomasi tuzadi. Endi xodim ishga kelmay qo'ysa yoki qo'pol intizomiy xato qilgan bo'lsa, ish beruvchi shartnomani qonunga muvofiq bekor qilishi mumkin. Bu mehnat shartnomasini ishga kirayotgan paytda yaxshilab o'qib ko'rish kerak, chunki uni har bir bandida asosiy narsalar ko'rsatiladi. Demak, xodimni majburiyati, xodimni huquqlari, ish beruvchini majburiyati, ish beruvchini huquqlari, bu yerda siz qanaqa ishga olindingiz, asosiymi, o'rindoshmi, sizga qanaqa mehnat ta'tillari necha kunlik beriladi, ularni hammasi demak batafsil yoritiladi. Shuning uchun ishga kirayotgan paytda mehnat shartnomasini to'liq o'qib chiqib, keyin qo'l qo'yishimiz kerak, imzolashimiz kerak. O'shanda siz demak bemalol ish beruvchi bilan o'zingizni haq huquqlaringizni talab qilishingiz mumkin. Hamda keyingisi, o'z manfaatlarini himoyalash uchun boshqa ish beruvchilar bilan birga jamoat birlashmalari tuzish va bunday birlashmalarga a'zo bo'lish huquqi. Endi bunda nima deyiladi? Masalan, tasavvur qilamiz, e, bir viloyatda bir necha qurilish kompaniyalari bor. Endi ular o'zaro kelishgan holda uyushma tuzadi va o'z manfaatlarini davlat oldida birgalikda himoya qiladi. Agar bitta o'zi masalan bir masala yuzasidan chiqsa, bu manfaatli bo'lmasligi mumkin. Lekin bir necha qurilish kompaniyalari birgalikda chiqadigan bo'lsa, demak davlat ular oldida javobgarligini his qiladi. Yoki xususiy maktablar birlashmasiga direktor a'zo bo'lib, ya'ni umumiy xususiy maktablar bo'yicha muammolar bo'yicha takliflar berishi ham mumkin. Bu ish beruvchining asosiy huquqlari hisoblanadi.
Endi bu yerda jamoa shartnomasi to'g'risida yozilgan. Demak, jamoa shartnomalari va kelishuvlari xodimlar bilan ish beruvchilarning mehnatga oid munosabatlarini shartnoma asosida tartibga solishga va ularni ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlarini muvofiqlashtirishga yordam berish maqsadida tuziladi. Demak, jamoa shartnomasiga to'xtaladigan bo'lsak, jamoa shartnomasi korxonada ish beruvchi va xodimlar o'rtasidagi mehnatga oid ijtimoiy-iqtisodiy va kasbga oid munosabatlarni tartibga soluvchi normativ hujjat hisoblanadi. Jamoa kelishuvi nimadan iborat? Jamoa kelishuvi muayyan kasb, tarmoq, hudud xodimlari uchun mehnat shartlari, ish bilan ta'minlash va ijtimoiy kafolatlar belgilash borasidagi majburiyatlarni o'z ichiga oluvchi normativ hujjat hisoblanadi. Endi ish beruvchi bilan jamoa shartnomasini tuzish zarurligi haqida qaror qabul qilish huquqiga kasaba uyushmasi o'z vakillik organi orqali xodimlar tomonidan vakolat berilgan boshqa vakillik organi yoki bevosita mehnat jamoasining umumiy yig'ilishiga ega bo'ladi. Endi uchinchi rejamizga o'tadigan bo'lsak, mm, firmaning inson resurslariga bo'lgan ehtiyojini aniqlash. Bu yerda talabni prognoz qilishga to'xtalamiz, ya'ni talabni prognoz qilish, bu yo'nalishda prognoz qilish san'ati bozorni rivojlanish tendensiyalari va ularni personalga bo'lgan ehtiyojini raqobatchilardan ilgariroq aniqlash qobiliyatida namoyon bo'ladi. Demak, boshqa korxonalarga nisbatan, demak, strategiyasi yaxshi, demak, rahbar bo'ladigan bo'lsa, qanchalik ularni tezroq aniqlasa, demak, raqobatchilardan o'tish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi talabni prognoz qilishdagi usullarga to'xtalamiz. Birinchi ekstrapolyatsiya usuli, ya'ni bu eng sodda va eng ko'p qo'llaniladigan uslub bo'lib, bugungi vaziyat asosida kelajakni belgilashdan iborat. Endi ushbu usulni jozibadorligi uni hammabopligidadir, lekin ushbu usulda korxona rivojlanishidagi hamda tashqi muhitdagi o'zgarishlarni hisobga olib bo'lmaydi. Shu sababli ekstrapolyatsiya qisqa muddatli rejalashtirish va barqaror tarkib bilan barqaror muhitda faoliyat ko'rsatadigan korxonalar uchun qo'l keladi. Masalan, aytaylik, zavod yiliga 8 ming dona stul ishlab chiqarayotgan bo'lsa, u har yili 5% o'sish masalanini kuzatsa, ekstrapolyatsiya yordamida kelasi yil qancha stul ishlab chiqarish kerakligini hisoblaydi hamda qancha ishchi xodim kerakligini o'sha yerdan chiqarib oladi. Ikkinchi usulimiz talabni prognoz qilishda ekspert baholaridan ham foydalaniladi. Ya'ni u inson resurslariga ehtiyojni aniqlashda mutaxassislar, ya'ni bu mutaxassislarimiz malakali mutaxassislar nazarda tutilyapti, foydalanishga asoslangan. Korxonada bunday mutaxassislarni aytishimiz mumkin, asosiy bo'linmalarning rahbarlaridir, ya'ni personalni boshqarish xizmati, ular baholarini to'plash, umumlashtirish bilan shug'ullanadi. Endi ushbu usulning afzalligi, bu ishda quyi rahbarning ishtiroki hisoblanadi. Ya'ni ularning tajriba va bilimlari rejalashtirishda qo'shimcha nufuz qo'shadi. Ammo bu o'rinda ekspert baholarini to'plash va qayta ishlash ko'p vaqt talab etishi mumkin. Shuningdek, baholar subyektiv fikrlarni bildirishni hisobiga olish kerak. Keyingi usulimiz talabni prognoz qilishda qo'llaniladigan kompyuter modellari. Ya'ni bu ekstrapolyatsiya, ekspert baholari uslublaridan hamda korxonaning ishchi kuchi ehtiyojiga ta'sir ko'rsatadigan omillar dinamikasi to'g'risidagi ma'lumotlardan bir yo'la foydalanish imkonini beradi. Endi mazkur modellar ishchi kuchiga ehtiyojni eng to'liq bashorat qilishi bilan samarali, lekin bu uslub korxona uchun qimmatga tushishi, ya'ni kompyuter modellarini yaratish maxsus tajribani talab etishini yodda tutish lozim. Ana shu muammolar bu usulni, demak, yirik korxonalar tomonidan qo'llanilishini cheklaydi. Endi xodimlarni rejalashtirishga to'xtalamiz. Demak, xodimlarni rejalashtirish bu inson omiliga bo'lgan ehtiyojni oldindan aniqlash hisoblanadi. Demak, bu jarayon 3 bosqichdan iborat. Ya'ni
Birinchi bosqichimizda mavjud xodimlarni baholash. Ya'ni bunda nimani tushunamiz? Korxonada hozir nechta xodim bor? Ular qanday malakaga ega? Ishni qanchalik sifatli bajaryapti? Asosan shular tahlil qilinadi. Bu yerda asosan mavjud xodimlarni bilimi, ko'nikmasi, tajribasi, yoshi deymiz, malakasi yoki ishlab chiqarish samaradorligi baholanadi. Bitta misol keltiramiz. Aytaylik, 260 ta xodimni malaka darajasi va tajribasi bo'yicha ro'yxat tuzamiz. Endi 15 nafar xodimni malakasi pastligi uchun ularni o'qitish zarurligini aniqlab olamiz. Bulardan 5 nafar muhandis 1 yil ichida endi pensiyaga chiqishi hisobga olinadi. Bunda ba'zi bo'limlarda ish hajmi oshadi, ammo xodim yetishmayotganligi seziladi. Bu HR tomonidan qayd qilinadi. Ikkinchi, istiqbolda xodimlarga bo'lgan talabni rejalashtirish. Bunda nimani tushunamiz? Kelajakda qanday kasblar bo'lishi mumkin? Nechta xodim, qaysi malakali mutaxassislar kerak bo'lishini oldindan aniqlaymiz. Bunda asosiy e'tibor qaratamiz korxonaning strategik maqsadlariga qarab, demak, kelajakdagi xodimni ehtiyojini prognoz qilamiz. Misol keltiramiz. Yangi ishlab chiqarish liniyasi ochilishi sababli 12 ta xodim deymiz, yangi lavozim masalan kerak bo'ladi. Aytaylik, operator, texnolog, mexanik deymiz. Endi bunda kompaniya IT tizimlarini kengaytirayotgani uchun 3 nafar dasturchi demak talab qilinyapti. Savdo bo'limini kengaytirish uchun qo'shimcha 5 nafar savdo menejeri olishni rejalashtiradi. Mavsumiy davrda esa 20 nafar vaqtinchalik ishchini yollash ehtiyoji aniqlanadi. Bu ya'ni kelajakdagi istiqboldagi xodimlarga bo'lgan talabni rejalashtirishga misol bo'ladi. Endi uchinchi, xodimlarni rivojlantirish dasturini ishlab chiqish. Bu nima degani? Ya'ni xodimlarni o'qitish, malakasini oshirish, yangi lavozimlarga tayyorlash bo'yicha rejalar tuzish degani. Qanaqa tushuntiramiz buni endi? Korxona hozirgi va kelajakda zarur bo'ladigan mutaxassislarni o'zi tayyorlashi kerak. Aytaylik, qanaqa tayyorlaydi? Treninglar orqali, kurslar orqali, malaka oshirish dasturlari orqali demak tayyorlashi mumkin. Shu yerda bitta misol keltiramiz. Aytaylik, 20 nafar yosh xodim uchun kelajak rahbarlari dasturi joriy qilindi. Endi yangi texnika kelgani uchun operatorlar bir haftalik o'quv kursiga yuboriladi. Yana misol keltirishimiz mumkin. Dasturchilar uchun zamonaviy texnologiyalar bo'yicha onlayn kurslarni moliyalashtirishimiz mumkin. Yoki o'rtacha malakali xodimlarni yuqori lavozimga tayyorlash uchun mentorlik dasturi ishlab chiqishimiz mumkin. Yana misol keltiradigan bo'lsak, savdo bo'limida xodimlarni mijozlar bilan ishlash ko'nikmalarini oshirish uchun treninglar o'tkaziladi. Keyingi endi mehnat resurslariga bo'lgan talabni rejalashtirishga e'tiborimizni qaratamiz. Bu yerda birinchi, mavjud va rejalashtirilayotgan ish joylari deb qo'yibdi. Bu nima degani? Korxonada hozir mavjud bo'lgan barcha ish o'rinlarini va kelajakda yaratiladigan ish joylarini aniqlash lozim bo'ladi. Bu orqali korxonani hozirgi va kelajakdagi xodimlarga ehtiyojini hisoblab chiqiladi. Masalan, zavodda hozirda 320 ta ish o'rni mavjud. Yana 2026-yilda 50 ta yangi ish joyi ochishni rejalashtiramiz. Yoki yangi filial ochish sababli 20 ta qo'shimcha lavozim yaratishimiz kutilmoqda. Yana misol keltirishimiz mumkin. Avtomatlashtirish natijasida ayrim eski lavozimlar qisqaradi. Uni o'rniga texnik operator deymiz, IT nazoratchi deymiz, xuddi shu kabi vazifalar paydo bo'ladi. Ikkinchi, shtatlar ro'yxati va bo'sh lavozimlarni to'ldirish rejasi. Bu qanday aniqlanadi? Ya'ni korxonadagi barcha lavozimlar bo'yicha shtat jadvali tuziladi. Bunda qaysi lavozimga nechta xodim ishlashi kerak, qaysi lavozimlar bo'sh turibdi, ularni qachon va qanday tartibda to'ldirish rejasini belgilab olamiz. Masalan, HR bo'limi shtat jadvalini ko'rib chiqib, ishlab chiqarishda 3 ta muhandis lavozimi bo'sh ekanini aniqlaydi. Yoki 2 nafar xodim pensiyaga chiqishi rejalashtirilayotgan, shuning uchun ularning o'rnini oldindan to'ldirish rejasini ham ishlab chiqish kerak. Yana misol qilishimiz mumkin. Shtat jadvaliga ko'ra savdo bo'limiga 5 nafar yangi xodim qabul qilish zarur.
Ee, Yana misol qilishimiz mumkin. Bo'sh joylarni to'ldirish uchun qaysi oyda qaysi bo'limga xodim olishni ham masalan rejalashtirib qo'yamiz. Hamda tashkiliy va texnik tadbirlar rejasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu korxonada mehnat jarayonini optimallashtirish, ish joylarini yaxshilash, texnika va texnologiyalarni yangilash kabi tadbirlarni rejalashtirish hisoblanadi. Bu tadbirlar xodimlarga bo'lgan talabni bevosita, demak, o'zgartiradi. Misol qilishimiz mumkin, yangi texnologiya joriy etilishi natijasida masalan 3 ta lavozim qisqarishi mumkin. Ikkita yangi texnik mutaxassis kerak bo'lishi mumkin. Yana misol qilishimiz mumkin, ish joylarini modernizatsiya qilish uchun 6 oyga qo'shimcha vaqtinchalik ishchilar olishni rejalashtirishimiz mumkin. Xuddi shunga o'xshash, yana aytishimiz mumkin, omborga yangi avtomatlashtirilgan tizim o'rnatadigan bo'lsak, buning uchun bir nafar IT mutaxassisi kerak, demak buni yollashimiz kerak. Xuddi shunday tartibda mehnat resurslariga bo'lgan talabni rejalashtirib olamiz. Endi bu yerda misol orqali tushuntirib o'tib ketaman. Xodimlarga bo'lgan ehtiyojni rejalashtirishda amaliy misol bilan. Masalan, sanoat kompaniyalarida xodimlar sonini rejalashtirish va ish vaqtini hisoblash jarayoni qanday amalga oshiriladi? Birinchi ishlab chiqarish budjeti ko'rib chiqiladi. Ya'ni bu kompaniyani qancha mahsulot ishlab chiqarishni rejalashtirilayotganini ko'rsatadigan asosiy ko'rsatkichdir. Misol qilamiz, agar kompaniya yil davomida 10 ming dona ishlab chiqarishni rejalashtirsa, bu ishlab chiqarish budjeti hisoblanadi. Ikkinchi, nimani hisoblab chiqamiz? Ish vaqti budjetini. Aytaylik, mahsulot ishlab chiqarish uchun qancha vaqt kerakligini hisoblaymiz. Misol keltiramiz. Xuddi yuqoridagi misol stol. Bitta stolga 5 vaqt, bitta stolni ishlash uchun 5 soat vaqt kerak. Endi 10 mingta stol uchun, demak uni 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 50 ming soat ish vaqti kerak bo'ladi. Demak, buni ham hisoblab oldik. Endi reja ish vaqti fondini hisoblaymiz. Endi belgilangan davr uchun barcha xodimlar birgalikda qancha ish vaqti sarflashini hisoblanadi. Endi bu ish vaqti byudjetni haqiqiy xodimlar ish vaqti bilan taqqoslash uchun ishlatiladi. To'rtinchi, xodimlar sonini aniqlaymiz. Endi qancha xodim kerak bo'ladi? Buning uchun umumiy reja ish vaqti fondini bir xodimning ish vaqti bilan bo'lish orqali kerakli xodimlar soni aniqlanadi. Biz yuqorida mana ko'rib chiqdik, 50 ming soat, xuddi mana shu 50 ming soat ish qilish kerak bo'lsa, endi har bir xodim yiliga qancha ishlashi kerak? Har bir xodim yiliga 2 ming soat ishlashi kerak. Demak, biz 50 mingni, demak yuqoridagi mana 50 ming soatni, demak 2 ming, ya'ni 2 ming soat bu yerdagi har bir xodimni yiliga ishlash soati, o'shanga bo'ladigan bo'lsak, demak 25 ishchi kerak. Agar korxonada hozirgi kunda 20 ta ishchi ishlab turgan bo'lsa, demak yana 5 ta ishchi olishimiz kerak. Aksincha, demak o'zi shunaqa ishchi ishlab turgan bo'lsa, bunga qo'shimcha xodim shart emas. Xuddi shu orqali mana bu yerdagi xuddi shu formula xodimlarga bo'lgan ehtiyojni, demak, rejalashtirib olamiz. Endi bu yerda asosiy e'tibor qaratadigan narsamiz mana shu 3 ta xuddi formulaga o'xshatib yozilgan talab taklif muvozanatini ko'rib chiqamiz. E'tibor qilamiz, agar mehnat bozorida ishchi kuchiga bo'lgan talab taklifdan ko'proq bo'lsa, mana talab taklifdan ko'p bo'lib turibdi. Bunday holatda korxonaga ishchi kuchini qo'shimcha manbalaridan qo'shimcha taklif rejalashtiriladi. Ya'ni bu manbalarga nimalarni kiritamiz? Ya'ni mehnat nafaqasi oluvchilar, pensionerlar deymiz, yoki talabalar va o'quvchilar hisoblanadi. Bunday vaziyatda mehnat birjalarining faoliyati kuchaytiriladi va takomillashtiriladi. Boshqa hududlardan qo'shimcha ishchi kuchini oqib kelishi rag'batlantiriladi. Har bir ishsizni shaxsiy hisobi yuritiladi. Ikkinchi, agar mehnat bozorida ishchi kuchiga bo'lgan talab taklifdan kam bo'lsa, endi buni aksi bo'lyapti. Demak, talab taklifdan kamayib ketyapti. Bu holda qo'shimcha ish joylari tashkil etish, ish smenasini ko'paytirish, ish bilan bandlikni noan'anaviy yo'llaridan foydalanish, boshqa hududlarga ortiqcha ishsizlarni jalb etish rejalashtiriladi.
Agar uchinchi holat bo'ladigan bo'lsa, bu aytamiz bozor muvozanat holati, ya'ni talab bilan taklif tenglashgan holati. Bu holda korxonada ishlab chiqarish vositalarini zamonaviylashtirish va qayta tiklash, ish vaqtini yo'qotishni kamaytirish, ishchilarning malakasini oshirish yoki mehnatni rag'batlantirish, ish haqini samarali qilish kabi tadbirlarni amalga oshiramiz. Endi mehnat bozoridagi bog'liqlik jihatlariga asosiy e'tiborimizni qaratamiz. Demak, birinchisi aholini yoshi, jinsi, soni, salmog'idagi o'zgarishlar deyapti. Misol qilishimiz mumkin, masalan, viloyatda aholi soni oshganligi sababli yoshlar o'rtasida ishga talab kuchaydi. Aholini qarishi natijasida ayrim hududlarda malakali yosh ishchilar yetishmay qoldi. Yoki yana misol keltirishimiz mumkin, ayollar ulushi ortishi bilan tikuvchilik, xizmat ko'rsatish kabi sohalarga talablar oshgan. Ikkinchi, demak ko'rib chiqishimiz mumkin, qo'shimcha ishchi kuchini yollash darajasi. Masalan, qishki mavsumda ko'p korxonalar vaqtincha ishchilarni yollaydi. Logistika sohasiga, savdo, ombor uchun yoki yirik qurilish loyihasi boshlangan paytda, masalan, 6 oyga 150 nafar vaqtinchalik ishchini jalb qilishimiz ham bunga misol bo'ladi. Demak, uchinchisi tarmoq va hududiy bandlikdagi o'zgarishlar. Bunga qanaqa misol keltirsak bo'ladi? Masalan, neft-gaz sanoatidagi qisqarish natijasida boshqa hududlarga ko'chib ishlovchilar soni oshdi. Yoki yana misol keltirishimiz mumkin. IT sohasini rivojlanishi Toshkentda yuqori malakali mutaxassislarga ehtiyojni oshirmoqda. Yana misol keltirishimiz mumkin. Qishloq xo'jaligida mavsumiy bandlik yuqori, ya'ni bahor va yozda ishchi kuchiga talab ko'payadi. Keyingisi ishlab chiqarish hajmi, tarkibi va o'sish sur'atlari. Misol qilishimiz mumkin, avtomobil zavodi ishlab chiqarishni 30% ga oshirdi. Natijada 500 ta yangi ish o'rni yaratildi. Yoki yana misol keltirishimiz mumkin, hozirgi kundagi eng ommaviy rivojlanayotgan sohalardan biri tekstil sohasi, ya'ni tekstil korxonasi yangi liniya ochdi. Buning uchun 40 ta malakali operator kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa kompaniya eksport hajmi oshganligi sababli logistika bo'limida qo'shimcha xodimlarni ishga oladi. Bu ham xuddi ishlab chiqarish hajmi, tarkibi va o'sish sur'atlariga misol bo'ladi. Endi keyingisi mehnat resurslarini boshqarish usuli. Ya'ni korxona masofaviy ish tizimiga o'tishi mumkin, ayrim bo'limlarda 20% xodim qisqartirilishi mumkin. Yoki aytadigan bo'lsak, avtomatlashtirish natijasida oddiy operatorlar o'rniga texnik mutaxassislar talab qilina boshlaydi. Yana misol qilishimiz mumkin, HR bo'limi zamonaviy yollash tizimini joriy qiladi, ya'ni xodimlar oqimi oshadi, bu yerda yana qo'nimsizlik ham kamayadi. Bu mehnat bozoriga bog'liqlik jihatlar, ya'ni tashqi omillar hisoblanadi. Endi ichki omillarni baholaymiz. Ichki omillarga nimalar kiradi? Birinchi, doimiy band bo'lgan xodimlar soni, familiyasi, yashash joyi, ishga qabul qilingan vaqti. Masalan, aytaylik, korxonada 250 nafar doimiy xodim bor. Ularning 40% Toshkent shahrida, 60% viloyatlarda yashaydi. Har oy o'rtacha 5-7 nafar yangi xodim ishga qabul qilinadi. Bu xuddi shunga misol bo'ladi. Ikkinchi, xodimlarning tarkibi, malaka, mutaxassislik, yosh tarkibi va boshqalar deydigan bo'lsak, bunda haligi 250 xodimning 70 tasi oliy ma'lumotli, 130 tasi o'rta maxsus, 50 tasi malakali ishchi yoki o'rtacha korxonadagi ishchilarning yoshi 34 yoshni tashkil qiladi. Bularning ichida 10 nafar nogiron xodimlar ishlaydi. Yana hisoblaydigan bo'lsak, 40% ofis xodimlari, 60% ishlab chiqarish xodimlari demak ishlaydi. Keyingisi demak xodimlar qo'nimsizligi. Xodimlar qo'nimsizligi deganda nimani tushunamiz? Bu odatda kadrlar almashinuvi deb ham tushunsak bo'ladi. Masalan, o'tgan yil davomida deymiz, 30 nafar xodim ishdan bo'shagan. Endi bu umumiy xodimlarni 12% ni tashkil qiladi.
sabablarini o'rganib chiqqanimizda, demak, past ish haqi uchun masalan 40% odam o'shani sabab qilib ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Masofani uzoqligini 25% xodim ko'rsatgan bo'lishi mumkin, yoki ish muhitini stressli deb 15% xodim belgilagan bo'lishi mumkin, yoki shaxsiy sabablariga ko'ra 20% xodim demak ishdan bo'shashga majbur bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi to'rtinchisi ish kunining davomiyligi, ya'ni bu to'liq qisman smena yoki ta'til deyilyapti. Bu yerda ish kunining davomiyligi demak 8 soat yuqoridan aytib o'tdik. Endi korxonada 2 smenali ish tartibi mavjud bo'ladigan bo'lsa, 30 nafar xodim demak qisman bandlikda, ya'ni yarim stavkada ishlaydi. Yoki aytadigan bo'lsak, yillik mehnat ta'tili 15 ish kunini davom tashkil qiladi desak bo'ladi. Keyingisi ish haqi, uning tarkibi, qo'shimcha ish haqi, tarif va tarifdan yuqori to'lovlar. Bunda nimalarni tushunamiz? Misol qilib olishimiz mumkin, o'rtacha oylik ish haqi 4 500 000 so'm. Endi malakali mutaxassislar 7-10 million so'mgacha ish haqi olishi mumkin. Yoki bu yerda qo'shimcha bonus sifatida aytadigan bo'lsak, har oy ishchilar uchun 15% qo'shimcha bonus to'lanishini aytishimiz mumkin. Yoki kechki smenada ishlaganlar uchun 1,5 baravar ko'proq demak oylik maoshi olishini aytib o'tishimiz mumkin. Hamda oxirgisi davlat yoki huquqiy tashkilotlar tomonidan ko'rsatiladigan ijtimoiy maishiy xizmatlar, ya'ni bu ijtimoiy ehtiyojlarga ajratiladigan mablag'lar. Bunda nimani tushunamiz? Asosan nogironlar uchun maxsus ish joylari tashkil etilgan, yoki homilador ayollar uchun qisqartirilgan ish kuni joriy etilgan. Aytishimiz mumkin, xodimlarning bolalari uchun maktabga borish mavsumida moddiy yordam beriladi. Yoki ayrim korxonalarda har yili tibbiy ko'rik xarajatlari korxona tomonidan demak qoplab beriladi. Bularning hammasi demak ichki omillarni baholashga misol bo'ladi. Endi xodimlarni ishga jalb qilish manbalariga to'xtalamiz. Xodimlarni ishga jalb qilish manbalarini ikki guruhga bo'lamiz. Birinchisi ichki manbalar, ikkinchisi tashqi manbalar. Ya'ni nomidan ham ko'rishimiz mumkin, bu korxona ichkarisidan bo'ladigan manbalar hisoblansa, tashqi manbalar korxona tashqarisidan. Endi birinchi korxonaning o'zida mavjud bo'lgan xodimlar hisobiga bo'sh ish o'rinlarini to'ldirishni anglatadi. Ya'ni korxonaning o'zini ichidagi xodimlardan bo'sh ish o'rinlarini to'ldiramiz. Ikkinchisi esa tashqi manbalar hisobiga xodimlarni ishga jalb qilish deganda korxonaga yangi xodimlarni qidirish hamda jalb qilish manbalarini tushunamiz. Bularni hozir atroflicha ko'rib chiqamiz. Endi ichki manbalarga nimalarni misol qilamiz? Demak, mana birinchida turibdi, lavozimga ko'tarish deyapti. Masalan, yaxshi ishlagan xodimlarni o'stirishimiz mumkin. Ya'ni yaxshi natija ko'rsatgan xodimni yuqori lavozimga tayinlashimiz mumkin. Yoki aytadigan bo'lsak, rotatsiya. Bu yapon korxonalarida keng miqyosda qo'llaniladi, ya'ni o'tkazish. Bu bir bo'limdan ikkinchi bo'limga demak xodimni o'tkazish deb aytiladi. Keyingi kadrlar zaxirasi, ya'ni zaxiraga olingan xodimlar bo'sh lavozimlarga tayinlanadi. Hamda ichki tanlov, ya'ni ichki e'lonlar, bu korxona ichida e'lon berib, ariza qabul qilish orqali demak bo'sh ish o'rinlariga ishchilarni o'tkaziladi. Endi ichki manbalarning afzalligi va kamchiligiga to'xtalamiz. Ichki manbalarning afzalligi: xodim korxona faoliyatidan xabardor, moslashuv davri qisqa bo'ladi, rag'batlantirish kuchayadi, demak sarf xarajat ham pasayadi. Endi kamchiliklari: yangi g'oyalar kamroq bo'lishi mumkin yoki kadrlar o'sishi cheklanishi mumkin. Endi tashqi manbalarga to'xtalamiz, ya'ni tashqi manbalar orqali xodimlarni jalb qilish. Demak, biz qayerdan yangi xodimlarni qidiramiz yoki korxonaga jalb qilamiz. Demak, bu yerda ko'rishimiz mumkin. Birinchi, mehnat birjalari hammamizga ma'lum, hamda bandlik markazlari orqali. Ikkinchi, oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarini bitiruvchilarini jalb qilishimiz mumkin. Yoki internetdagi ish portallari orqali jalb qilishimiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar orqali qidiruv berishimiz mumkin. Yoki professional rekruting agentliklari orqali jalb qilishimiz mumkin. Gazeta va televideniyega e'lonlarni berib, shu orqali jalb qilishimiz mumkin. Yoki tanishlar orqali, yoki tavsiyalar orqali demak jalb qilishimiz ham mumkin. Buning ichida eng qulaylaridan biri, demak, amaliyot o'tagan talabalarning ichidan tanlash orqali ham
demak, xodimlarni jalb qilishimiz mumkin. Hamda ketayotgan xodimlar o'rniga yangi ishchini qidirish. Ya'ni bu boshqa joyga o'tayotgan xodimlar o'rniga boshqa ishchini qidirish ma'nosida aytilgan. Endi tashqi manbaning afzalliklari nimalardan iborat? Ya'ni yangi bilim, ko'nikma va g'oyalarni kirib kelishi kuzatiladi. Tanlov imkoniyatlari keng hamda boshqa korxonalarda tajribaga ega bo'lgan nomzodlar ichidan topiladi. Endi kamchiliklari moslashuv muddati uzoq, chunki u bu korxonada ishlamagan, hamda tanlash jarayoni qimmat hisoblanadi, hamda nomzod haqidagi ma'lumot aniq bo'lmasligi mumkin. Endi xodimlarni jalb qilish jarayoni bosqichlariga to'xtalamiz. Birinchi, bo'sh ish o'rni va talablarni aniqlaymiz. Ikkinchi, jalb etish strategiyalarini tanlaymiz. Yuqorida aytib o'tdik, mana ichki, tashqi. Keyin e'lon beriladi hamda nomzodlar qabul qilinadi. Endi saralash bosqichiga o'tamiz, ya'ni bunda bilim, ko'nikmalari, demak testlar, suhbatlar o'tkazish orqali demak aniqlab olinadi. Keyingi bosqichimiz yollash hamda o'qitish hamda ishga moslashuv jarayonlari, adaptatsiya deymiz. Xuddi shu jarayonlar orqali xodimlarni ishga jalb qilish bosqichlaridan o'tib olamiz. Endi qayd qilingan tashqi va ichki omillar ta'sirida mehnat bozoridagi vaziyat o'zgarib turadi va shunga mos ravishda mehnat resurslariga bo'lgan talab va taklif ko'lami aniqlanadi. Shu yerda asosiy bir narsalarga e'tibor qilishimiz kerak. Bu yerda xodimlarni tanlash. Bu ikki tomonlama jarayon hisoblanadi. Ya'ni bir tomondan korxona da'vogarga ish berish yoki bermaslikni hal qilsa, ikkinchi tomondan da'vogar, ya'ni ishga kiruvchi, agar ishga taklif qilinsa, u bu taklifni qabul qilish kerakmi yoki kerak emasligini hal qiladi. Endi da'vogar bilan suhbatni shunday olib borish kerakki, toki ish birinchi o'rinda bo'lsin. Shunda oddiy korxona xodimi o'rniga da'vogar o'zini bosh vazir lavozimiga da'vogardek tutmaydi. Bunga alohida e'tibor berishimiz kerak. Birinchi navbatda shuni ta'kidlash kerakki, ishga qabul qilinayotgan xodim muzokara chog'ida o'zini bo'lajak ishini barcha xususiyatlarini tasavvur qilishi kerak. Ya'ni kelajakda xafa bo'lib yurmasligi uchun yoki biror bir salbiy holatlarga yo'liqmasligi uchun, demak, birinchi navbatda shu narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Endi da'vogarga berilgan baholar va tavsiyalarni tahlil qilganda, shuningdek muzokaralar olib borganda biz nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Ya'ni ish beruvchi sifatida yoki HR menejer bilan birgalikda bo'ladigan jarayonda birinchi uni topshirilayotgan ishni bajara olishiga e'tibor berishimiz kerak. Ikkinchi, zarur bo'lib qolganda kasbiy ma'lumotini oshira bilishiga, texnikaga nisbatan e'tiboriga, fe'l-atvoriga, halolligi, mulohazaligi, turmush nima deymiz buni? Hamma narsaga hozir-nozirligi deymiz yoki to'g'riligi, tashabbuskorligi, hayotga talabchanligiga, ishga hamda ish kunining davomiyligiga munosabati, og'ir sharoitda o'zini tutishiga bo'lgan munosabati, salomatligi hamda tashqi ko'rinishiga ham e'tibor berishimiz kerak. Vaqtni taqsimlay bilishiga asosiy ahamiyat qaratishimiz kerak. Hamda hunari va bo'sh vaqtlarda qanday mashg'ulotlarga qiziqishiga diqqat bilan, demak, biz e'tiborli bo'lishimiz kerak. Endi xodimlarni tanlashda ularni ko'p qirrali xislatlarini aniqlash imkonini beruvchi maxsus usullardan foydalanishimiz mumkin. Birinchisi anketa ma'lumotlarini tahlil qilish usuli deb ataladi. Ya'ni nomzod tomonidan to'ldirilgan anketa yoki rezyume yoki ariza asosida uni ma'lumoti, tajribasi, qiziqishlari, avvalgi faoliyati haqida, demak, bizda dastlabki xulosa paydo bo'ladi. Ikkinchi, ruhiy, ya'ni psixologik testlash usuli deb ataladi. Ya'ni bu nomzodni psixologik holati, fikrlash tezligi, stressga chidamliligi, jamoada ishlash qobiliyati kabi sifatlarni aniqlash uchun biz xodimdan psixologik test o'tkazib ko'rishimiz mumkin. Uchinchi, amaliy ish o'yinlarini o'tkazish usuli deyilyapti. Bunda real ish sharoitiga yaqin mashqlar yoki rolli o'yinlar orqali nomzodni amaliy ko'nikmasi, ya'ni muammolarni hal qilish qobiliyatini tekshirib olishimiz mumkin. Endi keyingi usulimiz malakaviy testlash usuli hisoblanadi. Ya'ni kasbiy bilim va malakani aniqlash uchun yozma, og'zaki yoki bo'lmasa kompyuter testlaridan ham foydalansak bo'ladi.
Bunda nomzodni o'z sohasiga qanchalik malakali ekanligini aniqlab olamiz. Endi keyingi usulimiz taqrizlarni tekshirish usuli. Ya'ni nomzod taqdim etgan tavsiyanoma va avvalgi ish joylaridan olingan ma'lumotlarni tekshiramiz. Ya'ni uni oldingi ish joyidagi intizomi deymiz, xulqi deymiz, mas'uliyati haqida qo'shimcha ma'lumot olib, demak, ishchini, xodimni ishga qabul qilamizmi, qilmaymizmi, shu to'g'risida xulosaga ega bo'lishimiz mumkin. Hamda keyingi usulimiz suhbat o'tkazish usuli, intervyu. Bu hammaga ma'lum. Endi bunda bilamizki, nomzod bilan yuzma-yuz uchrashuv bo'ladi. Endi hozirgi kunda bo'lishi mumkin, onlayn yoki telefon orqali ham suhbat o'tkazishimiz mumkin. Bu orqali uni shaxsiy sifatlari, nutqi, fikrlashi, motivatsiyasi deymiz yoki kasbiy maqsadlarini baholab olishimiz mumkin. Hamda keyingi usulimiz attestatsiyadan o'tkazish usuli. Ya'ni nomzodni kasbiy darajasi maxsus komissiya tomonidan baholanadi. Endi bunda amaliy topshiriqlar, savol-javoblar yoki testlar asosida uni kasbiy darajasi demak tasdiqlanadi. U lavozimiga loyiqmi yoki noloyiqmi, xuddi shunaqa baholar beriladi. Hamda 8-usuli reyting usuli. Bunda nomzodlar turli mezonlar, aytishimiz mumkin, bilim, tajriba deymiz, muloqot, malaka, psixologik holat deymiz yoki boshqalar bo'yicha ballar orqali baholanadi. Hamda eng yuqori reytingga ega bo'lgan nomzodni demak biz tanlab olishimiz mumkin. Yuqorida aytib o'tgan usullarimiz hammasi xodimlarni tanlashda qo'llaniladigan maxsus usullar hisoblanadi. Demak, bugungi mavzumiz bo'yicha asosiy ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Demak, sog' salomat bo'ling.